Ozarbayjon mug'omlarining mohir ijrochisi, o'ziga xos ovoz diapazoni va yo'nalishiga ega Yulduz Turdiyeva ilk yakkaxon konsert dasturi uchun alohida ishtiyoq bilan tayyorlanmoqda. Xonanda karyerasida ijodiy jarayonlar erta boshlanganiga qaramay, ilk yakkaxon konsert dasturini taqdim etish ayrim sabablar bilan orqaga surilganini ochiqladi. Endi birinchi konsertim bo'lgani uchun, to'g'risi bu kunni uzoq kutganman men. Boshqacha formatda ishlaganman. To'g'risi xalq xizmatlari, davlat tadbirlari konsert uchun boshqacha ochildim men. O'zimni shunaqa his qilyapman. Albatta juda ham ko'p yangi premyeralar, menimcha 7 ta yangi qo'shiq qildik. Jonli ijro Yulduz opa har kuni to'qnash keladigan ijro. Hozir repetitsiyada konsert ko'rgandek maza qilaman-da men, to'g'risi. O'zlari biladi, kelaman sahnani bir chekkasiga o'tirib olaman-da, eshitib turaman. Jonli ijro masalasida muammo bo'lmasligiga ishonchim komil. Lekin birinchi marta konsert berayotgan ijodkorni birinchi konsertidanoq kunduzgi seans bilan qiynash to'g'ri qaror emas. Konsertda songa emas, sifatga ishlashimiz va 2 kunni yorug' yuz bilan o'tkazib olishimiz birlamchi vazifa. Ijodkor jurnalistlar bilan samimiy muloqot qilar ekan, bu qarorga kelishi oson bo'lmaganini, Davron Kabulov sabab bu yil konsert taqdim etayotganini ham yashirmadi. O'ylamagandim, bu yil ham konsertim bo'ladi deb, faqat Davronni turtkisi bilan bo'ldi. To'g'risini aytaman, bu konsertim. Agar boshlamaganimizda haqiqatan bu yil ham bo'lmasdi konsertim. 21-yildan beri bu konsert haqida gaplashamiz. Va bu vaqt davomida u yoki bu sabablarga ko'ra orada farzandli bo'ldilar. Turli sabablarga ko'ra bu konsert amalga oshmay kelayotgandi. Umid qilamiz, shu paytga qadar qator nufuzli davlat tadbirlarida ishtirok etgan, nufuzli tanlovlarda g'oliblikni qo'lga kiritgan Yulduz Turdiyeva muxlislar oldidagi ilk imtihonini ham muvaffaqiyatli topshira oladi. Nigora Elmurodova, Kamron Rahmonov, Abbos O'tbosarov, Zamon informatsion dasturi uchun.